Tasavvur qiling, osmon har doimgidek sokin. Hech qanday portlash, hech qanday shovqin yo'q. Ammo aynan shu sukunat ichida butun mintaqaning harbiy muvozanati o'zgarib bo'lgan. O'zbekistonning yangi ishlanmasi aynan shunday ta'sir ko'rsatmoqda. Bu texnologiya baland ovoz bilan e'lon qilinmaydi, lekin uning natijalari juda aniq seziladi. Havo ustunligi degan tushuncha endi faqat samolyotlar soni yoki raketalar masofasi bilan belgilanmaydi. Endi bu ustunlikni ko'rish, sezish va qaror qabul qilish tezligi belgilaydi. Yillar davomida havo hududini nazorat qilish kuchli radarlar, qimmat tizimlar va ko'p qatlamli mudofaa bilan bo'glab kelindi. Har bir davlat osmonini yopish uchun milliardlab mablag' sarfladi. Ammo texnologiya rivojlangani sari bitta savol tobora kuchayib bordi. Agar dushman ko'rinmasa-chi? Agar u paydo bo'lishidan oldin allaqachon vaziyatni o'zgartirib bo'lsa-chi? Ana shu savollarga javob sifatida yangi yondashuvlar paydo bo'la boshladi. O'zbekiston ishlab chiqayotgan yangi tizim aynan shu nuqtada e'tiborni tortmoqda. Bu faqat qurol emas. Bu fikrlash uslubi. Bu osmonni boshqarish bo'yicha yangi falsafa. Tizimning asosiy g'oyasi shundan iboratki, dushman harakatni boshlashidan oldin uning imkoniyatlari cheklanadi. Havo ustunligi endi hujumdan keyin emas, hujumdan oldin qo'lga kiritiladi. Eng qiziq jihati shundaki, bu ishlanma an'anaviy kuch namoyishiga tayanmaydi. Unda ko'rinadigan gigant platformalar yoki ko'zni qamashtiruvchi texnika yo'q. Aksincha, u jim, moslashuvchan va aqlli. Tizim atrof muhitni doimiy kuzatadi, ma'lumotlarni tahlil qiladi va eng muhim lahzani kutadi. Bu lahza kelganda esa qarshi tomon allaqachon kechikkan bo'ladi. Havo ustunligi haqida gap ketganda, ko'pchilik hali ham tezlik va balandlikni tasavvur qiladi. Ammo zamonaviy sharoitda eng katta ustunlik bu axborotdir. Kim ko'proq bilsa, kim tezroq tushunsa, o'sha yutadi. O'zbekistonning yangi ishlanmasi aynan shu tamoyilga asoslangan. U osmondagi har bir o'zgarishni, har bir nozik signalni tahlil qiladi. Natijada oddiy ko'z ilgamaydigan holatlar strategik ustunlikka aylanadi. Bu texnologiya yordamida havo hududi endi faqat himoyalanmaydi, balki boshqariladi. Qarshi tomon uchun osmon ishonchli makon bo'lishdan chiqadi. Har bir parvoz, har bir harakat oldindan baholanadi. Bu esa dushman rejalari buzilishiga olib keladi. Chunki reja faqat noma'lumlik bo'lganda ishlaydi. Agar yangi ishlanmaning ta'siri faqat harbiy doira bilan cheklanib qolmaydi. U mintaqaviy xavfsizlik tushunchasini ham o'zgartiradi. Chunki bunday texnologiya mavjud bo'lgan hududda keskinlik kamayadi. Sababi shundaki, qarshi tomon xavfli qadam tashlashdan oldin 100 marta o'ylaydi. Oqibatlar oldindan ko'rinib turgan joyda provokatsiya kamroq bo'ladi. Bu yerda yana bir muhim jihat bor. O'zbekiston bu ishlanma orqali faqat o'z xavfsizligini mustahkamlab qolmayapti. U butun mintaqaga yangi signal yubormoqda. Bu signal shundan iboratki, zamonaviy urushlar faqat kuch bilan emas, aql bilan yutiladi. Kim texnologiyani to'g'ri yo'naltira olsa, kim tizimlarni bir-biri bilan uyg'un ishlata olsa, o'sha ustunlikka ega bo'ladi. Ko'plab mutaxassislar aynan shu nuqtani alohida ta'kidlamoqda. Yangi ishlanma alohida elementlardan iborat emas. U yaxlit ekotizim. Har bir qism bir-birini to'ldiradi. Natijada oddiy himoya tizimi emas, balki moslashuvchan strategik platforma yuzaga keladi. Bu platforma vaziyatga qarab o'zgaradi, yangilanadi va takomillashadi. Osmon endi faqat yuqoriga qarab qaraladigan boshliq emas. U murakkab maydon. Har bir qaror, har bir soniya muhim. O'zbekistonning yangi ishlanmasi ana shu murakkablikni ustunlikka aylantiradi. Bu texnologiya orqali havo ustunligi endi vaqtinchalik emas, barqaror holatga keladi. Eng hayratlanarlisi shundaki, bunday o'zgarishlar ko'pincha tashqaridan sezilmaydi. Hech qanday shov-shuv yo'q. Hech qanday ochiq namoyish yo'q. Ammo natija bor. Osmon jim, lekin nazorat ostida. Qarshi tomon esa nimadir o'zgarganini his qiladi, ammo aniq nimani bilmaydi. Ana shu noaniqlik eng katta ustunlikka aylanadi. Kelajak urushlari haqida gap ketganda, ko'pchilik vayronagarchilikni tasavvur qiladi.
Ammo yangi davrda eng kuchli qurol bu oldini olish qobiliyatidir. O'zbekistonning yangi ishlanmasi aynan shuni namoyon qilmoqda. Bu texnologiya urushni boshlash uchun emas, balki uni keraksiz qilish uchun xizmat qiladi. Havo ustunligi qayta belgilanayotgan bir paytda bitta haqiqat aniq bo'lib bormoqda. Endi osmonni kim balandroq uchgani emas, kim chuqurroq o'ylagani boshqaradi. O'zbekiston tanlagan yo'l aynan shu haqiqatga mos keladi. Va bu yo'l kelajakda mintaqaning xavfsizlik manzarasini butunlay o'zgartirishi mumkin.